Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Türk siyasiyonu yani İyi Partisi'nin reisi Meral Akşener ve Ankara şehir başlığı Mansur Yavaş, Xitay Kompartiyasının Sherqiy Türkistan'daki Uygurlarını keng ko'lamda bastırışını tanqid qilganlik uchun Xitay Kompartiyasının Ankara turishliq baş elchisi Liu Xiaobinning bo'ri diplomatiya so'zining hujumiga uchragan. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Liu Xiaobinni chaqirtib noroziligini bildirgan. Xitay Kompartiyasının Ankara turishliq baş elchisi Liu Xiaobin 5 aprel Twitter'da uchur yo'llab, atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayoning Xitay ziminining ayrilmas bir qismi ekanligini, bu xalqaro qabul qilingan va munozir talab qilmaydigan paket ekanligini, Xitoyning egalik huquqi va zimin kuchiga xiris qilgan har qanday odam yoki kuchni qattiq ayiblaydi. Xitoy taraf buning odillik bilan javob qaytarish huquqini saqlab qoladi deyilgan ekan. Bu Twitter mazmunidan Turkiyaning ikki asosiy o'qitish partiyasidagi muhim siyosiy arboblari İyi Partisining raisi Meral Akşener va Ankara shahar boshlig'i Mansur Yavash nishon qilingan. Xitoy Kompartiyasining Ankara turishliq bosh elchisi Twitterda e'lon qilingan uchurlarga qarata Turkiya Twitter ishlatuvchilarining qattiq noroziligini qo'zg'agan bo'lib, Xitoy sen nima qilmoqchi? Turkiya partiyasining rahbari va shahar boshliqlarimizni uydan tutib ketalamsa? Bu Hong Kong emas, Turkiya Cumhuriyeti. Xitoy Kompartiyasi butun dunyoni virus bilan halok qildi va o'limni keltirib chiqardinglar. Davlatimizdan chiqinglar. Buning uchun kechirim so'ranglar degandek qaytarma inkoslarni yozgan. İyi Partisining raisi Meral Akşener ve Ankara şehir başlığı Mansur Yavaş Twitter'da 1990-yılı 5 aprel günüden 6 aprel günügacha Sherqiy Türkistan Aqto'u nahiyosi Barin bozoridagi qoralliq bostirishni xotirlab, bu qirg'inchilikning Beijing tarafidan bevosita Uyg'urlarni qatl am qilishiga buyurgan deb yozilgan. Meral Akşener Twitter'da biz turmadagi qarindoshlarimizni hargiz unutib qolmaymiz. Ularning davomli bostirilishi oldida sukut qilmaymiz. Sherqiy Türkistan hamon bir kun erkin bo'ladi degan. Türkiye Dini İşlar İdarəsinin başlığı Profesör Doktor Ali Arbaş, Ramazan ayında təravih namizini məscidlərdə emas, öylədə o'qishning uyğun ekanligini qarorlashtirganligini bildirdi. Ali Arbaş asosliq temasi Shifoi Ramazan bo'lgan 2021-yillik Ramazan oyiga munosabatlik axborot vositalarini xabarlantirish yig'inida qatnashib, 13 aprel kuni boshlangan Ramazan oyi haqida to'xtalib, Xitoy virusi yuqumi sababidan Ramazan oyida təravih namizini masjidlarda emas, öylədə o'qishning uyğun ekanligini qarorlashtirganligini ta'kidlab, agar Ramazan oyi ichida Xitoy virusi yuqumining taraqqiyotiga qarab masjidlarda təravih namozi o'qishga bo'ladigan imkoniyat o'tirg'i chiqsa, bu to'g'riliqmi qaror chiqarib xalq bilan o'rtoqlashadiganligini. Dini İşlar Ali Komitetining bildirganidek, zarur tepilganda ro'zador holatda vaksina emlatkizishda hech qanday bahs yo'qligini, bu ahvolning ro'zini buzmaydiganligini bildirgan. Saudiya Arabistoni rasmiy xabar agentligi Sipaning xabar qilishicha, Haj va Umr ministrligidan bir aloqador mas'ul kishi Xitoy virus yuqumiga qarshi turish uchun qo'g'dinish tadbirlarining yo'l qo'yilganligini bildirib, Ramazonda Ka'bada mumkin bo'lgan sig'imchanlik doirasida faqat Xitoy virus vaksinasi emlangan yoki ilgari yuqumlanib saqaygan kishilarga umr qilish va namoz o'qish ruxsati berilganligini bayon qilgan. Saudiya Arabiston Ramazon mezgilida Makkadagi Masjidi Haramda va Madinadagi Masjidi Nabaviyda 5 vaqt namoz, juma namozi va tarovih namozi o'qilganligini, davlatdagi boshqa jamiyalarning yuqumga qarshi tadbirlarga rioya qilgan asosda ochiq bo'lganligini e'lon qilgan. Oldingi yili Ka'bada va Masjid Nabaviyda namozlarning jamoatsiz o'qilganligi e'lon qilingan edi. Reuters agentligi e'lon qilgan statistikada ko'rsatilishicha, 6 aprel kuniga qadar dunyodagi Xitoy virusi bilan yuqumlanib qazo qilganlarning soni 3 milliondan oshib ketganligini, 3 oy ichida qazo qilganlarning sonining 2 milliondan 3 million ko'payganligini, Xitoy virusining o'ltirish sur'atining ko'rinarli oshganligini, dunyodagi eng yangi Xitoy virusining yerlik vaksina planiga xiris olib kelganligini bildirgan. Har qaysi joylarda Xitoy virusi qarshi vaksina emlash xizmati tiziltirilgan vaqtda dunyo miqyosida Xitoy virusi bilan qazo qilganlar sonining 3 milliondan oshib ketganligi to'g'risida xabar tarqalib, davlatlarning vaksina emlash plani Xitoy virusining o'zliksiz o'zgarishi bilan tahdidga uchirmoqda. Xitoy virusining tarqalishini to'sish uchun texnik ko'p yangi variantlar paydo bo'lishidan ilgari virus qarshi yangi vaksina tadqiq qilinmoqda ekan. Hindistondagi Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvoli og'ir bo'lib, tunji qatim 24 soat ichida 100 mingdan ortiq kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Bombay doiralari yangi yuqumning oldini olish uchun bir qator qattiq tadbirlarni o'ttirib qo'ygan. Aljiriye prezidenti Abdülmecid Tebboune Fransiya mustamlikchilik davrida davlatdan bulang-talang qilib ketilgan Osmanli imperiyasi arxivlarini qaytarishga chaqirgan. Asrlar bo'yi Osmanli imperiyasi hokimiyati ostida qolgan Aljiriya 1830-yildan 1962-yilgacha Fransiyaning ishg'oliyati ostida qorong'u kunlarni boshdan kechirgan. Fransiyaning mustamlik tashabbuslariga qarshi chiqqan Aljiriya uda 8 yil davomlashgan va 1,500,000 odam hayotidan ayrilgan kurash natijasida Arab va islom jo'grafiyasida mustaqillik uchun eng og'ir badal to'lagan davlat sifatida o'tirg'i chiqqan.
Fransiya hozir qadar mustamlik siyosatlar sababidan davlat sifatida Aljiriyadan rasmiy kechirim so'ramagan. Hamda tarixdan qaradog' sifatida o'rin olgan jinoyatlarni texnik e'tirof qilmagan. Fransiya ishg'oliyat davrida bulang-talang qilgan Aljiriya bo'lsa, bugungi kunda Fransiyadan o'z vaqtida olib ketilgan Osmanli imperiyasi arxivlarini qaytarishni talab qilmoqda. Aljiriya prezidenti Abdulmajid Tabbun yerlik taratqularga bergan bayonotida arxivlarning Aljiriya davlat xazinasining ayrilmas ma'naviy bir parchasi ekanligini ta'kidlab, Fransiya Osmanli imperiyasi arxivlaridan nimalarni bulang-talang qilib olib ketgan bo'lsa, hammasini qaytarish kerakligini bildirgan. Aljiriya hukumati 2017-yili davlatdan bulang-talang qilinib olib ketilgan arxivlarning 98%ning Fransiyaning qo'lida ekanligini bildirgan edi. Növbətdə Xitay virusunun aldını eliş tizginləş küçəyməkdə. Yuqumның aldını eliş tizginləşini davamlaşdırışda maskeni taqaşdan burun maskeni elib ətkəndən keyinki tazlıqni yaxşı qilish kerak. Maskenin aldı keyinini fərqləndirish. Maskeni başqalar bilan ortaq işlətməslik kerak. Bir qitimliq davolashda işletildigan maske bilan tashqi kasalliklar maskasini ishlatishda chek qo'yilgan bo'lib, maskeni qarallik almashtirib turish, yuvish yoki dezinfeksiya dorilarini ishlatish, qizitish qatorliq usullar bilan dezinfeksiya qilingandan keyin ishlatishga bo'lmaydi. Takror ishlatishga tegishli maskeni ishlatib bo'lgandan keyin pokiz qurg'oq havo o'tishadigan joyga esib qo'yish yoki uni pokiz havo o'tishadigan qog'oz xaltaga selib qo'yish kerak. Maskeni ayrim saqlab o'zaro uchrashishdan saqlanish hamda maskeni ishlatuvchilarni farqlantirish kerak. Zapas maskeni aslidagi o'rash xaltasida saqlash kerak. Agar mustaqil o'ralmagan bo'lsa, bir qatimliq ishlatilgan yemeklik xaltasida saqlashga bo'ladi. Uning shaklining o'zgarib ketmasligiga kapolatlik qilish kerak. Maska yo'l bo'lish, maynat bo'lish yoki shakli o'zgarish qatorliq ahvollar ko'rilgandan keyin vaqtida almashtirish kerak. Sog'lom kishilar ishlatgandan keyingi maskani turmush axlatlarini turga ayirish talabi bo'yicha bir taraf qilish kerak. Xəbərlərimizi kögünənglar rəhmət. Görüşküş aman bulunlar. Xeyir xoş. Allah qamanət.